Sizni shartnomangiz gildiyangiz bilan tugagani yo'q, to'g'rimi? Jarimani to'lash uchun pulim bor. Jarimaga qaramasdan bizga qo'shilishni xohlayapsizmi? Lekin bizning gildiyamiz sizni pul mukofoti bilan taqdirlay olmaydi. Hojati yo'q. Meni bu narsa qiziqtirmaydi. Gildiyamizga qo'shilishni xohlar ekansiz, maqsadingiz nima? Siz uchun foydasiz bitim bo'lib qolmaydimi? Shunday deyish mumkinmikin? Albatta yo'q. Rostini aytsam, u meni aqldan ozgan deb o'ylashi mumkin. Boshidan yoqimsiz hid yo'q. Qandaydir muammo bormi? Siz rostdan ham ovchimisiz? Men unga qiziqqandim. U Li Mussonning matbuot anjumanini buzdimi? Kutilganidek u S darajali ekan, lekin aslida u bunchalik yomon odam emas. O'zim nima haqida o'ylayapman? Axir yaqinda Chuju orolida reyd boshlanadi. Garchi u menga e'tibor bermasa kerak deb o'zimni ishontirishga harakat qilgan bo'lsam-da, ammo bu zulmatda oxirgi yorug'lik kabi porlaydi. Og'riq va men hozir o'laman. Ammo Chiqa xonim, yaxshimisiz? Qayerdaman? Biz vertolyotdamiz va ovchilar assotsiatsiyasiga ketyapmiz. Tez orada sizni kasalxonaga yetkazamiz. Ovchi Sun Jinvo ham reydga keldimi? Bilgandim. Bu tush bo'lmagan ekan. Bu safar aniq o'lishimga oz qoldi. Yoki men allaqachon o'ldim. O'limdan qochib qutula olmaydigan ahvolga tushib qolsam-chi, nima qilaman? Uni bunga ayta olmayman. Axir qanday qilib so'nggi nafasimgacha meni yonimda bo'l deb aytaman. Ha, yo'q. Unga nima bo'ldi? Yoki u menga bu haqiqatni ayta olmayaptimikan? Qizarib ketgan yuziga qaraganda, u nimanidir yashiryapti. U nimani o'ylayotganini bilmayman. U bularning barchasini uzoq vaqt rejalashtirayotganga o'xshaydi. Xo'sh, javobingiz qanday? Men qulay hayot kechirishni xohlayman. Qulay yoki bunga qarshimisiz? Albatta yo'q. Hozir u 22-23 yosh atrofida. Bundan tashqari Cheju orolidagi reyd paytida u og'ir yaralangan. To'g'risini aytsam, gildiyaga qo'shilish uchun testdan o'tishingiz kerak. Ammo ishga qabul qilish e'lonida hech narsa aytilmadi-ku. Bu narsa yaqinda qo'shildi. Jinho, pastga tushib ichishga biror narsa olib kel. Yaxshi. Xo'sh, qanday sinov? Nima? Qanday qat'iyat? Yoki menga ko'rindimi? Meni jangchilarimdan bittasini mag'lub etishing kerak. Meni baholash uchun shuni o'zi yetarlimi, Sun Jinvo? Xo'sh, men raqibim kim bo'ladi? Siz uchun maxsus eng kuchli jangchimni tanlayman. Ajoyib.